Aniq bilamanki, media sohasida eng kerak bo'ladigan narsalardan bittasi bu orqa fon. Orqa fonni qanaqa shakllari va qanaqa turlari bor, hozir sizlar bilan buni ko'rib chiqamiz. Bu qog'ozli fonlar. Buni razmeri 270 ga 11 metr bo'ladi. Buni barcha ranglardan bor. Undan tashqari, bu fonimizni studiya uchun juda ham to'g'ri tanlov bo'ladi. Bu fonlarimiz materialli bo'ladi. Firmasi Godoxdan ishlab chiqarilgan fonlar. Bu fonlar olib yurish uchun, ochib ishlash uchun juda ham qulay. Undan tashqari, bu fonimiz 1,5 ga 2 metrlik razmerda bo'ladi. Olib yurish uchun juda ham qulay va yengil. Bu fonlar ikki xil tarafli bo'ladi va detalli syomkalar uchun juda ham asqotadi. Qolaversa, bu fonlarning 50 dan ortiq ranglari bor. Bu fonlarning razmeri 3 ga 6 bo'ladi va materialli fonlar. Undan tashqari manba noodatiy fon. Ko'rsanglar bo'ladi, ranglari ham noodatiy hamda o'zgacha takrorlanmas naqshlari bor. Bu fonlar akrilik fonlar hisoblanadi. Buni 4 ga yaqin shakli hamda 10 ga yaqin ranglari bor. Bu fonlarimizni har qanday sharoitda ishlatish uchun juda ham qulay. Eng ko'p fonlar assortimentiga ega bo'lgan do'kon Fotobayda siz o'zingizga yoqtirgan rangingiz va o'zingiz yoqtirgan shaklingizni topishingiz mumkin. Shoshilib qolamiz, sonlari cheklangan.